Assalomu alaykum nechachgina farzandlarim. Mana yoz faslining birinchi oyi ham boshlandi. Men sizlarga hozir hasharotlar haqida ertak aytib beraman. Qani, diqqat bilan eshitamiz. Hasharotlar to'planib qolishibdi. Pashsha, chivin, qovoq ari va asalari. Shunda pashsha gap boshlabdi. Voy, dugonalar, bilasizlarmi? Men har xil joylarda, axlatlarda qo'nib va insonlarning uyiga kelaman. Ular endi ovqatlanib yoki choy ichayotganda meni haydashadi. Biram shuni salom qiladi. Lekin insonlar dasturxonlarini ustini yopib yoki ovqatlarini ustini yopmasa, mazza qilib ovqatlardan tanovul qilaman debdi pashsha. Shunda chivin boshlabdi. Voy, dugonajon, nimasini aytasan? Men insonlarni uxlaganda chaqaman. Ular hatto bilmaydi ham. Mazza qilib qo'llarini so'raman. Uyg'onmay uxlab yotishadi, debdi chivin. Ari esa, voy, bilasizlarmi dugonalar? Biz arilar, sariq arilar, ayniqsa shirinliklar, murabbo, go'sht va boshqa narsalarga yig'ilishib boramiz. Alam qiladigani, yig'ilganimizda haydashadi. Lekin haydashganda insonlarni biram mazza qilib chaqaman. Voy, dodlagancha qolishadi. deb sariq ari gapini boshlaydi. Chaqqanda ham ko'zini chaqsam bormi? Shu to'rgini ko'zi ochilmay qoladi insonlarni, debdi ari. Shunda asalari hamma gapni eshitib, sizlar yomon ekansizlar. Sizlar insonlarga ziyon yetkazar ekansizlar. Men sizlar bilan do'st bo'lmayman, debdi asalari. Shunda pashsha, voy, do'st bo'lmasang bo'lma, debdi. Asalari. Biz asalarilar guldan gulga qo'nib, guldan chang olib, insonlarga asal beramiz, debdi. Men o'z o'rtoqlarimning oldiga ketdim. Men sizlar bilan hech qachon do'st bo'lmayman, debdi asalari. Voy, shunda pashsha chivinlari, voy, ketsang ketaver. Biz baribir insonlar bilan birga yashaymiz, debdi. Ana, ko'rdinglarmi bolalar? Biz tozalikka rioya qilsak, hech qachon kasal bo'lmaymiz. Ovqatlarimiz ustini yopib, dasturxonlarimiz ustini yopib, qo'l mevalarni yuvib yesak, hech qachon kasal bo'lmaymiz. Ana, ko'rdinglarmi bolalar? Yoz faslida ham ehtiyotkorlik bo'lishi kerak. Ertagim yoqdimi? Sog' salomat bo'linglar.